Labek. Bugungi majlisga Novchani ham chaqiring. Novcha kim? 6 yildan beri shu idorada ishlab Novchani kimligini bilmaysizmi? Novcha o'zimizni plan bo'limini mudiri o'rtoq Xaltay. Yana kimni chaqiring? Filtroni, Mallani, Jiblajibonni, Apandini, shu domlarni, Masxaravozni, Charli Chaplinni, Burunboyni, Xo'rozni, Ulama sochchi, xullas, hammasini chaqiring. Kechirasiz o'rtoq direktor. Aytgan odamlaringiz birontasini ham tanimayman. Omon bo'ling. O'tiring. Men hozir hammalari bilan birma-bir tanishtiraman. Yozib olasiz. Qog'oz qalam oling. Qiltiriq. Kadrlar bo'limining mudiri Ozg'in Isaboyev bo'ladi. Malla Kasir. Sapsariq kishi. Tillayib. Jiblajibon. Ko'kshim. Qizil ko'ylak. Olagali suv taqib yuradigan Mamarayim. Nasildon apandi. Ekspeditorimiz. Qiziq kishi bor. Vahab akammilar? Ha, o'sha. Shu domlarni bilasiz. Ikki gap birda shu deb turadigan Osimxonov. O'sha. Yozdingizmi? Ha. Masxaravoz. Meni sho'pirim. Muhammad. Xo'roz. Peshanasida qizili bor Ahran Yamak. Ulama soch. Ana praktikaga kelgan qiz. Oti nima edi? Xurramxon. Ha, Xurramxon. Tushundingizmi? Tushundim. Ko'ring. Mana shu lug'at ro'yxatni stolingizga oydan tagiga bostirib qo'ying. Xo'p bo'ladi. Keyin adashmaydigan bo'lasiz. Boring. Labek. O'zi nimaga? Boydan bir telefon jiringlaydi. Qulog'imni yeb tashadi-ku. Olyapman, olib javob beryapman. Hadeb chaqilaveradi. Kim? Kimligini bilmadim. Sarımsak piyoz bormi dedi. Yo'q deganimga qaramay, jiringlatgan. Hayronman. Biz idoramizda sarımsak piyoz nima qiladi? Shunaqa. Bunday bo'lsa, trubkani siz olmang. O'zim olaman. Tushunarlimi? Alo. Mana oling. Yana sarımsak piyoz deyapti. Hozir. Kim bu? Ha, men. Ha, sarımsak piyozmi? O'zing kimsan? Ha, shoptari qoqimisan? Yo'q, sekretarim. Anu boru tasqarroq. Ha? Lampashsha. Ha, o'sha lampashsha. Xo'p. Salomat bo'l. Salomat bo'l. Nima bezrayib turibsiz? Boring. Odamlarni chaqiring. Sarımsak piyoz yey. Lampashsha.